Agar siz bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, bu bola yana Xitoy avtomobillarini yomonlayapti deb o'ylab qolishingiz mumkin. Lekin unaqa emas. Xitoy brendiga tegishli bo'lmagan avtomobillarda ham bu holat bunaqa nagruzkada bo'lishi mumkin. Bu holat ro'y berishining asosiy sabablari esa umumiy hadovoy sistema bu holatga tayyor emasligi, shinalarning yetarli darajada havosi chiqazilmaganligi va off-road yo'llarining haddan tashqari gradusi balandligi. Lekin sizda ham bu holat takrorlanmasligi uchun bor yo'g'i 148.500 AQSh dollariga Ford Raptor R ni xarid qilsangiz, bu holatdan uzoqlashish ehtimoli katta bo'ladi. To'g'ri, narxi arzon emas, lekin injenerlarning ketgan mehri undan ham kam emas. Aynan bu yo'llarga mo'ljallangan baja kontrol bu avtomobilda bo'ladi. Buning hamma sababchisi esa adaptivniy Fox amortizatorlari o'rnatilgan bo'ladi. Hattoki bu amortizatorda dunyo bo'yicha bilmayman qaysi avtomobilda bor, intellekt asosida o'zi fikrlab, o'zi qaror chiqaza oladi. Ya'ni avtomobilning ballonlari yerdan uzilganda to yerga teguncha Fox algoritmi intellekt asosida amortizatorni qattiqlashtiradi va moslashtiradi. Avtomobilning batafsil ma'lumotini video ostida qoldiraman. Rasmlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tib ko'rib olishingiz mumkin.